Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bizda ilon baliq lichinkalarimizni oziqlanishi ko'rishingiz mumkin. Mana 100 grammdan 150 gramm 150 grammgacha katta o'qilgan sotuvda hozir shular donalab sotiladi. Ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh mulohaza olib kuzgacha yaxshi boqilsa avgust, sentyabr, oktyabr 3 oy ovqatlanadi. Bir kilodan o'tadi inshaalloh. Hozir pashta 150 gramm bo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin, katta bo'lib qolgan. Yangi boshlayotganlarga juda qulay. Mana go'sht tashisa ovqatlanaveradi. Bir nimasi yo'q, hech qanaqa bir qiyinchilik, murakkab joyi yo'q mana. Ilon baliq boqish. Ilon baliq boqish biznesi juda daromadli kasb. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana uy sharoitida bitta hovuzda mana hozir 1500 ta ilon baliq lichinkasi bor. 150 grammgacha katta bo'lib qolgan. Mana oziqlanishini ko'rasizlar. Juda ideal holatda. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda nomer qoldiramiz, Telegram nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka qilib yuboramiz. Kuzgacha boqilsa 1 kilo, 1,5 kilogacha bo'ladi. Juda bu ilon baliq juda suv tanlamaydigan, juda yaxshi baliq. Keyin suvda kislorod shart emas. Bu sharoitda bitta hovuz qilib, suv to'ldirib tashlab qo'yilsa, bu suv kirib chiqib turishi shart emas. Mana bizda ko'rishingiz mumkin, kichkina hovuz. Oddiy hovuz. Juda bir ideal holat emas. Ko'rishingiz mumkin. Shu holatda mana boqilyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ilon baliq lichinkalari bor bizda. Dastavka qilib yuboramiz. Amaling ishlaringizga omad. Alloh baraka bersin.